5 milyon 400 ming so'mga baraka olib ketdi. Hoji bu. Qaysi bo'ldi endi? Yaqin bo'g'ozimiz 5 milyon 400 ming so'mga baraka bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar. Mana. Maşallah. Hurmatli kuzatuvchilar, eslatib o'tamiz. Bozorda dollar kursi 1 milyon 210 ming so'm bo'lyapti. Bo'g'ozmi hoji bu? Nechinchi qorin bo'g'ozlar bular? Bittasi biriga, bittasi ikki. Bittasi birinchi qorin, bittasi ikkinchi qorin. Nariga ikkinchisi. Buni birinchisi. 12 milyon 300 ming so'mga ikkovi bo'g'ozga. Yeni aka bo'g'az. Oxiri 12 milyon 300 da turibdi. Assalomu alaykum, Oltin Chorva kanali obunachilari. YouTube foydalanuvchilari, Oltin Chorva kanali ashaddiy muxlislari. Biz bugun Andijon viloyati Shahrixon tumani Cho'ja Chorva bozoridamiz. Bugun hafta kuniga seshanba, 3-mart. Hurmatli kuzatuvchilar, bilasizlar, biz Cho'ja bozorimizga viloyatimizning turli nuqtalaridan shunaqangi go'zal qo'chqorlar, nasldor qo'chqorlar, yosh qo'chqorlar va chorva mollari kirib keladi. Xudo xolasa biz sizlarga ularni videolarini obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lmagan akalarimiz, ukalarimiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Bu o'zingizlar uchun foydali, sababi bizning videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borish kerak. Biz bugun bozorimizdan dastlab yosh qo'chqorlar, ona bola qo'ylar, keyingi qismda esa nasldor qo'chqorlar, boqma qo'chqorlar, shunaqangi go'zal holatdagi taroziga necha kilodan keldi, barakasi necha puldan bo'ldi, barchalarini ma'lumotlarini berib borishga harakat qilamiz. Albatta 3-qismda qoramol ishqibozlariga yosh ko'chat mollar, buqalar, taroziga necha kilodan keldi, ona bola, sigirlar haqida ma'lumotlar berib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, videolarimizni kuzatishda davom eting. Bittadan dahshatli like bosib, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa, sizlarga bugungi videolarimizni boshladik. Eslatib o'tamiz, manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Cho'ja Chorva bozori. Xudo xolasa biz bozorimizga kirib ketishda shunaqangi go'zal chorva qo'ylarimiz kirib kelyapti. Ona bola qo'ylar inshaalloh. Hurmatli kuzatuvchilar, shunaqangi yosh qo'zilarimiz chiqqan, xohlasa sutdan chiqqan, o'tga kirgan qo'zilarimiz. Hozir narxlarini so'rab, ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Aka, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Nech puldan deyapsiz qo'zilarda, aka? 4 million so'm. Baxshidan qo'yapti. 6 ta qo'chqor, 5 ta sog'lig'i bor joydamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, akamizdan ma'lumotlarni. Maşallah. Shunaqangi go'zallari, chiroylilari. Maşallah. Aka, charchamayapsizmi siz? Nech puldan baho aytyapsiz, aka? Aka 4,5 aytyapti. 4,5 dan baho aytyapsiz. Maşallah. Qo'chqorlarni nech puldan beramiz, sog'liqlarni nech puldan beramiz? Kelishamiz buni, kelishamiz. Aloqaga chiqib, agar kelishadigan bo'lsa, manzillarimizga kelishaveramiz, ha? Arashalar ham bor. Arashan qo'zilar ham bor, ha? Bor. Maşallah. Telefon raqamlarimizni aytib keting, aka. Telefon nomerlarimiz bor. Ha, ayting. 77 kodi bilan 282 61 66 raqamlariga akamizga aloqaga chiqasizlar. Yosh qo'zlaridan boqib qo'yaman, qoralarimizga tashab qo'yaman degan akalarimizga mana tavsiya, go'zallaridan, chiroylilaridan, hurmatli kuzatuvchilar. Bozor biroz sitqin, shuncha to'liq bera olmayapman. Mana. Go'zal. Ena bolalaridan so'ragan akalarimizga Xudo xolasa mana go'zal variantlar. Birinchi qoringa bolasini nima ekan, aka?
Sog'liqcha. 3 ta ena bola. Bitta ena bola 3 ta to'qli. Ha, bitta ena bola, 3 ta to'qli. Ena bolaga nech puldan aytyapsiz aka? 6,5 million kami bor. 6,5 million so'm kami bor. To'qlilargachi aka? 4dan kami bor. 4 million so'mdan kami bor. Maşallah. Telefon nomerlarimiz bormi aka? 90lik. 208 0564 ha? Maşallah. Qaysi biriga baraka bo'ldi akalar? Ena bolaga nech pulga baraka bo'ldi? 7 million 100 mingga. Bolasi nima edi? Qo'chqor sinisi. Qo'chqor. Maşallah. 4dan beri 2 oyga. 4 oylik 5 oylik qo'zichoqlarimiz 4 million so'mdan baho so'rashyapti akalarimiz. Kuzatuvchilar. Aka mana degan. Ikkosi ham qo'chqorchi, ha? Maşallah. Nech pul so'radi akalarimiz? Mana qo'lingga o'zi mana ber. Qolganlar narxlari nech pul aka? Ayting. Bulari 4,5 million so'mdan kami bor. Qaysi biri aka? Maşallah. Kattalarigachi aka? Kattalariga nech puldan baho aytilyapti aka? 5,5 Kattalari 5,5 million so'mdan kami bor. Maşallah. Kattalari necha oylik atrofida qo'chqorlar aka? Güzel. Telefon nomerlarini aytib berasizmi? 90lik 211 44 98 raqamiga aloqa chiqasiz. 99 raqamlariga akamlarimizga aloqa chiqasizlar. Shunaqangi qo'chqorchalar zo'rlari. Charchamayapsizlar, nech pulga bo'lyapti aka barakasi? Mendan bemadim o'zi aka. Qaraberdan Mezon bir baqa bu nevaraga bir qo'yaman men. Bor Bor, o'tib ko'ring opa. nech puldan so'rayapsiz aka ikkoviga? Men so'raganman paradaga. Ha, aytingchi. 7,5 so'rab qo'ydim. Ikkosiga 7,5 million so'm so'rab qo'ydingiz, ha? Maşallah. Nech pulga berib yuboramiz? Nima qilyapti-da? Hoji aka nech pulga berib yuboramiz o'zi? Nimaga gapiryapti? Nech pulga berib yuboramiz o'zi ikkovini? 4dan beramiz dedi aka. 4 million so'mdan 8 million so'mga beriladi. Maşallah. Bozorning ustidamiz mana, hurmatli kuzatuvchilar. Savdosining ustidamiz. Shunaqangi go'zal holatdagi yosh qo'ziqochqonlarimiz. Xonadonga borib qo'rangga tashab berman degan akalarimizga mana tavsiyalar. Go'zal. Yana bu yoqda 6 bosh qo'chqorchamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Lekin qaldaring. Necha oylik qo'zichoqlar aka bular? 5 oylik qo'zichoqlar. Yosh qo'zilardan so'ragan akalarimizga, ukalarimizga mana tavsiya, hurmatli kuzatuvchilar. Qanday go'zal variantlardan. Bozor nech puldan qildi aka bularni? 3,5 million so'mdan qildi. Bitta yerga olganga nech puldan berib yuboramiz biz bularni aka? 3,5 ustiga yursa berib yuboramiz, ha? Inshaalloh. Telefon raqamlarimiz bormi aka? YouTube kanalimiz. Telefon raqamlar berilmaydi. O'zimiz uchun ma'lumot o'rnida hurmatli kuzatuvchilar, shunaqangi 5 oylik atrofdagi qo'zichoqlar 3 million 400, 3 million 300 ming so'mdan bo'lyapti bozorda. Bo'g'ozlaridan so'raganlar mana hurmatli kuzatuvchilar. Hashaka o'zimizni joydari bo'g'ozlaridan. Nech puldan baho aytilyapti hoji buva? 6,5 million so'mdan baho aytilyapti. Bozor nech puldan qildi? Bozor nech puldan qildi hoji buva? Shunaqangi bo'g'ozlardan ko'p yana xudo xolasa. Telefon nomerlarimiz bormi?
Bilana ko'z keldi sen bo'ldi ber. 1 million 300 ming so'mga baraka bo'l. Aka oldi 1 bitta million katta. 300 ming so'mga. Oppoq takacha. Necha oylik ekan bu? 6 oy, 7 oylik. 6 oy, 7 oylik atrofidagi takachamiz. Voy, maşallah. Akalar qaysi biriga bo'ldi barakasi? 5 million cash olyapti. Ikkosiga nech pul bo'ldi? Yana bo'lar, ha, bular, ha? Nech pul bo'ldi dedi? 19 million 700 ming so'mga shunaqa yo'lda qo'zichog'i bilan baraka bo'lgan qo'ylarimiz. Buni bolasi bunimi? Yo'q, mana bu. Aka, Mana buni bolasi. buni bolasi nima ekan bunisi? Bunisi qo'chqorcha. 19 million 700 ming so'm baraka bo'ldi. 3-chi qoringa bo'g'oz sog'liqlarimiz. Bo'g'ozlardan so'ragan akalarimizga. Maşallah. Nech puldan baho aytilyapti aka qo'ylarimizga? Jupiga 15 million so'm. 7,5 million so'mdan baho aytilyapti. Bozor nech pul qildi aka bularni? 12 million qildi. Qo'ramizda bormi shunaqa bo'g'ozlardan yana aka? Telefon nomerlarini aytib qo'yamizmi YouTube kanalimizga? Sotimizda dekonchilik. Uydagilardan sotiladiganga yana chiqib qoladi har doim aka. Inshaalloh, zo'r. Ekosi ham bo'g'ozmi hoji bu? Nechinchi qorin bo'g'ozlar bular? Bittasi biriga, bittasi ikkiga. Bittasi birinchi qorin, bittasi ikkinchi qorin. Nariga ikkinchisi. Buni birinchisi. 12 million. 12 million 300 ming so'mga ikkovi bo'g'ozga. Yeri aka bo'g'adi. Oxiri 12 million 300 da turibdi. Bo'g'oz qisirligiga javob aka, xudo xolasa. Bo'g'oz. Qisir olsa qaytarilaveradi. 12 million 300 dan qo'shib so'ramadingizmi aka? Sakizdan kami bor. Egasi 13 million so'm so'rayapti. Tog'a xotirjam. Xudo xolasa qo'ylarga ishongan holda savdosini qilyapti. Assalomu alaykum akalar, charchamayapsizlarmi? Necha bosh qo'yamiz aka beyda? To'rttasi bo'g'oz. Bittasi ena bola, bittasi qo'chqorcha. Sariq qo'chqorcha. Sariq qo'chqorchamizga nech pul baho aytyapsiz aka? 4 million 300 ming so'm. Bo'g'ozlarigachi? Yuramiz. 5 million 200 ming, 5 million 300 ming. Savdosini ustida. Savdosi qaysi biriga nech pul qilyapsizlar? Shu solig'imizga nech pul qilyapti? Qo'ylarni oling. 5 million 300 ming so'm savdosini ustidamiz. Puli arzon. Qo'ylarni. Bolasi qo'shgan. Necha oylik bo'g'oz bu o'zi aka? Yaqin bo'g'oz a? 5 berishdi. 2 yashar yoshdagi solig'imiz. Ena bola mana shunisimi? Bunisini savdosi bor, ena bolaga bo'ldi. Nech pul aytyapsizlar? 7,5 deyapmiz mana. Bolasi nima ekan aka? Sog'liqcha. Qo'ng'irida mana. Sog'lommi? Shuga bermadingiz. Yosh aka o'tqarib bo'ldi, olarmi? Yaxshi baraka. 5 million 400 ming so'mga baraka olib ketdi, hoji bu. Qaysi bo'ldi e'tibor? Yaqin bo'g'ozimiz 5 million 400 ming so'mga baraka bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar. Mana. Maşallah. Hurmatli kuzatuvchilar, eslatib o'tamiz. Bozorda dollar kursi 1 million 210 ming so'm bo'lyapti. Eslatib qo'yamiz. Yo'q, men olmayman. Men YouTube kuzatuvchilarimga aytib ketyapman ma'lumotni. Bugungi 3-mart sanasidagi dollar kursimiz. Maşallah. Qanaqangi enamonlardan so'ragan akalarimiz, ukalarimizga mana. Charchamayapsizlarmi aka, tuzingizlar. Nech puldan baho aytilyapti enamonlar? 5 million so'mdan baho aytilyapti.
Faqat bittasini bolasi bor xolosmi? Bir ikkini tug'adigan. Ha bu tog'amizni qo'ziza. Bular yaqin tug'adigan unaqa homilador. Sog'liqlar. Nech puldan so'rashdi aka bozor? Sotildimi o'zi? Nech puldan sotildi? 2,5 millionga sotildi. Общий uchovi 12,5 millionga sotildi. Go'zal. Hoji siz nech pul aytyapsiz narxini? 6,5 million so'm. Bolasi nima uni? Qo'chqorcha. Go'zal. Ikkov qo'zichog'imizga bozor bo'lyapti. Ikkovsi nima aka? Sog'liqchami ikkovi ham? Sog'liq. Nech pul bo'lyapti bozori? 4,5 qilishyapti, bermayapti. 4,5 million so'mga beradi. Nech pulga berib yuboramiz aka? 5,5 bering. 5,5 million so'm so'rayapti akamiz. Pul oling, siz kelajagini oling. Bularga nech puldan baho aytyapsiz aka? Gapni eshitmaysiz. Men qarab turing, keling ko'rishingiz. Nech puldan baho aytyapsiz? Ularga 7,5 dan aytyapsiz. Ena bolaga 7,5 million so'm. Shunaqa. Bolalar qo'chqor sog'liq. Ya ikkosiga 13 million so'm qildi qo'chqor sog'liq bolalari. Nechinchi qoringa bolalar aka bularni? Ikkinchisiga. Inshaalloh. Bularchi aka? Men qarang, 5,5 emas. O'pchi hammasiga 24 million so'm qildi bozor. To'roviga. Qirog'iga beraman deb. 5,5 emas. Maşallah. Bittasi qo'chqor, 3tasi sog'liq. O'pchi 8 bosh qo'yimizga 24,5 million so'm baho qildi. 24 million so'm baho qildi. Nima desa chiqadi. Bozorga ham turing, 5 million. Qo'ying, 5,5 million so'mni o'tib beraman deyapti akamiz. nima kerak? 3 oling. Bering aka. Bo'p baraga. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkita qo'zichog'imiz, sog'liqchalar. Bir hafta sirashga oling. 5 million 200 ming so'mga baraka bo'ldi. 2 million 600 ming so'mda go'zal holatda. Shunaqa sog'liqchalarimiz baraka bo'ldi. Qaysi biriga baraka bo'ldi? Qo'chqor a? Sog'liqmi? Nech puliga bo'ldi? 5 million so'mga. Maşallah. Qaysi shu ikkosiga bo'lyaptimi aka savdo? Bo'g'oz ikkovi ham. Ha, bo'g'oz. Maşallah. Necha oylik bo'g'oz bular? 2-3 oylik bo'g'ozlar. Akalarimiz qaysi biri olyapti? Akamiz olyapti. Nech pul aytdilar, nech pul so'rashyapti? 8 so'rayapti. 8 million so'rayapti. Nech pul aytdilar deylar sizlar? Ikkosiga 9 million so'm aytdilar. Maşallah. Güzel. Ukamiz bozorimiz yosh bozorchilardan. Ha. Baraka mayli bo'lib ketdi. Bu yoqqa keldi, bu yoqda baraka bo'lib ketdi. Nech pulga bo'lib ketdi akalar barakasi? Baraka bo'lmayapti. Shashilib qo'yibsiz. Bermayapti-da aka. Nech pulga bermayapsiz, hoji buva? 4 million so'radi. 4 million so'radi. 42 qildi bozor. Bozor 42 qilgan. Bo'ldi, lavozini olib berdik. Bo'g'ozmi nima bu? Kechkiroq. Kechki bo'g'oz. Mayli aka, qisirga oling bo'g'oz deb olmang aka mana. Yo'q, qisirga olmayman ama. Ha. Oltin chorva. Qanday odamlar? Kechki bo'g'oz deyapti, qisirga deb olavering aka. Nima demadingiz? Mashakani gapi. Shayton bizni ketsin aka, bering buni. Kamisiz? Bering aka. Gap pulni berdim aka. YouTube'dan nima desam chiqadi? Oltin chorva kanali, oltin chorva. Nima oldi, barakasi bo'lib ketadigan bo'ldimizlar-ki? Qani aka, ushan qo'lni qattiq bitta tortishinglar bo'lib ketadi barakasi mana. Ko'ri. Yarmini oldim buni. Oxiri nech pul qildingiz aka? 8. Undan yurmayaptimi? Ikkita bo'g'ozimizga 2 oylikdan oshiq bo'g'ozimizga 8 million so'm qildi. 4 million so'mdan yurmaysizmi aka? 4 million 200 ming. 4 million 200 ga yurdingiz. Bering amaki ma'qul kelib qolgan bo'lsa. Dedingiz qancha o'zi? Uchinchi, ikkinchi qoringa bo'g'ozlaridan yoki bir kun ham kutmayman, shunaqa qo'ng'ir
qo'zilaridan bo'lsin, bolalari qo'chqor sog'liq aralash bo'lsin deganlarga akalarimizga mana tavsiya. Go'zallaridan, xudo xolasa chiroylilaridan, o'zimizni jaydari qo'ylardan topdik bozorda. Aka charchamayapsizlarmi o'zinglar? Nech puldan baho aytyapsizlar aka bularga? Bolalilariga 7 million. Bolalilariga 7 million so'mdan. Bo'g'ozlariga 6 million. Bo'g'ozlariga 6 million so'mdan kami bor. Ularga 4,5 milliondan. Bunaqangilariga 4,5 million so'mdan kami bor. Qayerda qo'ylar aka bular? O'zimizda bo'zni qo'ylar mana. Mashalloh. Go'zalmi? Mana shunaqangi boldirab turgan yaqin bo'g'ozlardan. Hurmatli kuzatuvchilar. Aka, sen arzonlatib joyni kelishtiradigan joyi bormi bularda aka? Kelishiladi, bor. Qo'rqmasdan telefon qilaversin. Telefon nomerlarini ayting nomerni. 93 kodi bilan 265 265 08 08 00. 00 raqamlariga akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Sharixon Cho'ja bozorimizda apparatchi akalarimiz bor, apparat sotayotgan. Sizlar akalarimizni ham ko'rsatib ketaman, hurmatli kuzatuvchilar. Qo'ydi yengini oladigan apparatlarni istagan akalarimizga, ukalarimizga mana tavsiya. Bo'ylab dastlabkalari bor. Dastlabkalari bor. Xolasiz stabilizatorligidan. Xolasiz stabilizatorsiz oddiysidan deganlarga oddiysidan ham topiladi. Nech puldan nech pulgacha xol aka bular? 3,5 milliondan 5 million 200 minggacha garantiyalari bor. 3,5 milliondan 5 million 200 ming so'mgacha garantiyalari bilan qanchaga garantiyasi aka? 6 oy garantiya qog'ozlari yozib beradi. 6 oy garantiya qog'ozlari yozib beriladi. Mashalloh. Shunaqa qilib, akkuratni qilib, taklif olib bemalol ketaveradi. Bu keyslari qaysi biriniki aka bular? Qaysi? Bu Sovetskiy bu. Sovetskiydan, mashalloh. Военный degan. Blokdani. Bu diplomat degan. Bu diplomat deganidan. Vodiy bo'ylab dastlabkalari bor. Bu tepadagi nomerlar o'zingizlarkimi aka? Tepadagi nomer bizniki. Mana, hurmatli kuzatuvchilar, bemalol screenshot qilib olib, aloqaga chiqib, Charxlash xizmatlari ham bor. tig'larni o'zi charxlab, u tuzatish xizmatlari ham bor, remont qilishlar. Mashalloh, zo'r. Go'zal. Akamizga bemalol aloqaga chiqasizlar, shunaqangi qo'yda ko'plab boqadigan akalarimizga mana tavsiya. Mashalloh.